kamroq ovqat yesangiz, pulus ko'proq ekonom bo'ladi. Hayotingizni 4 ta narsani to'g'rilash bilan siz salomatligingizni yuqori darajasiga erishishingiz mumkin. Birinchisi to'yib uxlash. Uxlashga yetdim rejimini. Birinchisi to'yib uxlash, ikkinchisi to'ymasdan ovqatlanish, qarang, to'ymasdan ovqatlanish, uchinchisi harakatni to'g'ri yo'lga qo'yish. Buni eng oddiy usuli kuniga hech bo'lmaganda 7-8 kilometr yurish. Yurish, mayli yugurish demayman, sakrash demayman, zal demayman. Hech bo'lmaganda 8 kilometr yurish va to'rtinchisi har xil narsani ham o'ylab siqilavermaslik. Har xil narsani ustida bosh qotiravermaslik. Ya'ni taqdirim yozilgan, harakat qilaman, o'xshasa taqdirimda bor ekan, o'xshamasa yo'q ekan degan o'ziga rejim qo'yish organizmni turli xil yuklamalar, ayniqsa ruhiy yuklamalarni yechib tashlaydi. Demak, biza 4 ta narsaga amal qilish orqali bizdan pul ham talab qilmaydi. Hatto pulimizni ekonom ham qilib beradi. Kamroq ovqat yesangiz, pulus ko'proq ekonom bo'ladi. Demak, 4 ta narsaga amal qilib, hech qanaqa rasxod, ya'ni chiqim qilmasdan turib, salomatligimizni tiklash mumkin ekan. Shu kuzatib o'tirganlar, eshitib o'tirganlardan hozir shu 4 ta narsaga kim amal qilyapti degan savolga o'zingizlar uchun javob berib ko'ringlar. Deyarli hech kim hamma amal qilaman demaydi.